qarang, podkast tanishtirib keyin o'zingiz tanishtirasizmi yoki o'zingiz tanishtirib keyin podkast tanishtirasizmi? What? Podkastning nomi nima? Bilmayman-da shu. O'ylab topmadim. Bo'pti, hozircha nomsiz. Hozircha просто proyekt. Aka, bir nima yaxshi joylardan smaylikchalarga aytganman Xomtog'aga. Bo'ladi montajda bir nimalar. Nice. Bizda O'zbekistonda kurslar juda Avjiga chiqdi. Shu mana hozir ancha tinchib qolgan. Yo'q, bir valna bo'ldi-da endi. Ko'p ekspertlarga ishonib, o'zini hattoki tillalarni sotib kelishdi kurslarga, lekin unaqa natijaga erishmadi ko'pchiligi. Kimgadir bu kerakli bo'ldi, kimgadir foydasiz bo'ldi. Sababi foydasiz bo'lgan kimlar? O'zi nima maqsadda kursga yozilganini bilmagan, o'zini faoliyati bo'lmagan, o'zini ustida ishlashni tushunmagan, pulini aytganingizdek oxirgi pulini to'lab ikkilanayotgan insonlarda natija bo'lmadi. Xo'p, endi men ham sizga savol bersam bo'ladimi? Huquqiy savodxonlik ayollarga nima uchun kerak deb bilasiz? Umuman yer yuzidagi barcha inson o'zini huquq va burchlarini bilishi kerak. Shart. Bizning mentalitetimizda gap qaytarma, masalan, eringni no'likka berma, to'g'rimi? Bermaydi-yu. Bitta so'kkani uchun, bitta urgani uchun, to'g'rimi? Bu o'zi uyat-u. Lekin qaysidir huquqlarini har bir ayol bilishi kerak. Даже shunaqa ayollarni uchratdim. O'sha kerakli bo'lgan davlat organlariga murojaat qilishga qo'rqadi. Agar shunaqa kuchli psixolog bo'lsa, deylik bu unaqa kuchli psixologlar narxi qimmatda. Yo'q, qimmatligini qo'ying. Shunaqa insonlar bor, o'zini psixologligini bilmaydi, lekin shunaqa maslahat beradi. Psixologlaringizdan zo'rda. Buyuk insonlar berayotgan maslahatlari o'zini hayotida misol bo'la olmasa ham, ular sizga kerakli maslahatni o'zini kitobi, ilmi, kursi, darsi, konsultatsiyasi orqali berib qo'yishi mumkin. Nima uchun? Sizni o'rgangan holatda. Umumiy xulosa o'rnida. Ha, u juda ham chuqurlashib ketdik. Juda ham bu umuman tuganmas mavzu, haqiqatan, lekin shu narsa aktualni ekan bizning ichimizdan chiqib keldi. Bo'lmas edi, lekin prosta psixologlarni hadeb aniq tanqid ham qilish kerak emas. Ham kerak emas. Targ'ib ham qilish kerak emas. Har xil psixologlar ham ko'payib ketgan.